Necha kilosiz? 67. Qo'lingizdagi kuch o'lchagich og'irligini vazingiz og'irligi bilan bir xilga olib chiqa oladigan bo'lsangiz, 100 ming sizniki. Tayyormisiz? Davay, bu 300 bilan. Bu 50. Tabriklayman. Yutqizdingiz. Necha kilosiz? 58. Bu sizga. Ketdim 300 bilan. Nechi? 260. Yo'q, 23. Voy. Necha kilosiz o'zi? 64. Qo'lingizdagi kuch o'lchagichi vazingiz bilan bir xil darajada ko'tarib bera oladigan bo'lsangiz, men sizga joyida 100 ming so'm beraman. Oshirib olsam. Yana 20 ming qo'shaman. Davay. Davay, okey, bor kuch bilan. 49. Necha kilosi? 50 kilomisiz? 300 bilan. Davay. 37.4. Necha kilosi? 58. Qo'lingizdagi kuch o'lchagichi vazingiz og'irligi bilan bir xil ko'tarib bera oladigan bo'lsangiz, men sizga joyida 100 ming so'm beraman. Harakat ko'ring. Ket. Davay. Voy, 53. Necha kilosiz? 40. Qo'lingizdagi kuch o'lchagichi naq 40 kiloga chiqazib bera oladigan bo'lsangiz, men sizga joyida 100 ming so'm beraman. 400 bilan. Davay. Wow, 34 chiqdi. Menga podpisani bo'lgan bo'lsangiz, men sizga yana bitta imkoniyat beraman va ikkita qo'lingizda qilishingiz mumkin. Tanibsizmi? Hozir men 10gacha sanayman va o'zimni bilmaganlikka olib ko'zimni yumib turaman. Agar 10gacha sanagunimcha siz menga podpisani bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga yana bitta imkoniyat beraman va ikkita qo'lingizda qilishingiz mumkin bo'ladi. 1, 2, 4, 5. Qani bizga oldin podpisani bo'lganmisiz? Bizga oldin podpisani bo'lganingiz uchun sizga yana bitta imkoniyat beraman va eng qizig'i ikkita qo'lingizda qilasiz. Ketdi. Bor kuchingiz bilan. Bordim. Etimi qancha kilo qildingiz? 49 kilo qildingiz naq. 49 kilo qilganingiz uchun ham nima? 100 ming so'm sizga. Sog' bo'ling. Telefoningizda qanaqa o'yin bor? Subway Surf. Okey, siz o'zingiz qanaqa o'yin yaxshi ko'rasiz? FIFA. Telefoningizni xohlagan bitta o'ynating. Bravo. Bitta ko'rsa olasizmi? Agar FIFA deganingizni sizga bitta AirPods sovg'a qilaman. Böyle o'ynaylar. Ya bo'ldi endi kech. Okey, endi menga eng yaxshi ko'rgan o'yiningizni ayting. PUBG. Telefoningizga xohlagan bitta o'yin ayting. Telefonda o'yin yo'q ekan. Seriously? Shunaqa odam bormi? Uy, haqiqatda o'yinlar yo'q ekan. No, agar PUBG deganingizni olsam beraverdim sizga. Xohlagan bitta o'yiningizni ayting. PUBG. O'zingiz yaxshi ko'rgan o'yiningiz qaysi? Shu PUBG. Gap yo'q, PUBG deganingiz uchun qo'limdagi sovg'a sizniki. Doston ester. Buni kessak chiqazinglar o'rtoqlar. Sizlarning telefoningizda qanaqa o'yinlar bor va sizlar qaysi o'yinni yaxshi ko'rasizlar? Javoblarni kommentariyaga yozinglar va videoga like bosib qo'yinglar. Bugun sizlarga beradigan vazifam juda ham oddiy. Ya'ni har kim o'z doirasiga 1 daqiqa ichida eng ko'p odam yig'a oladigan bo'lsa, seyf ichidagi sirli sovg'a uniki bo'ladi. Tayyormisiz? Videoni ko'rishdan oldin hoziroq like bosib keting. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Uy, bola o'zi 4 ta bolani topdi. 10 sekund. Davay, okey, yordam beringlar bolaga. Можете мне помочь, пожалуйста? 20 sekund. Shoshilinglar. O'rtog'ingizga yordam beraysizmi? 50 sekund. Stop. Vaqt tugadi. Qiz o'zi qana. Eng qizig'i tabriklayman. Yutqizdingiz. Tabriklayman, yutdingiz. Ichida nima bor deb o'ylaysiz? Bilmadim. Misol uchun, nima? Какая-то игрушка. O'shansan. Ichida nima borligini bo'lsa, istori orqali ko'rib olishingiz mumkin. Hozir o'tib olinglar. Men bilan xohlagan mavzuda sportlashib, meni yutishga tayyormisiz? Men bilan xohlagan mavzuda sportlashib, meni yutishga tayyormisiz? Yo'q. Nimaga? O'zbek tilida qiynalaman. Men bilan xohlagan mavzuda sportlashib, meni yutishga tayyormisiz? Hozir siz bilan turgan joyimizdan Berun metrogacha kim birinchi borishga o'yin o'ynaymiz. Agarda sportni meni yutadigan bo'lsangiz, naqd 300 ming sizniki bo'ladi. Faqat bizda ikkita variant bor. Siz metro orqali, men bo'lsa taksi orqali borishim kerak. Tayyormisiz? Tayyorman. Yaxshi, vaqt ketdi. Taksi to'xtamizmi? Keyin bo'lmasa xohlagan bitta programmadan taksi chaqiramiz. Vuy, qarang, uklon orqali 70% ketgan ekan. Kakras. Вот, taksi keldi. Zavq ko'ragul. Aytgancha, bu videomiz 50 ming like yig'ishi bilan men keyingi ishtirokchiga naqd 500 ming so'm beraman. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yinglar. Va nihoyat yetib keldik. Menimcha ular hali yetib kelishmagan. Yomon kelamanlik qistirgan bo'lsa bizani. Keling yaxshi bilan metro tunnel tagida kutib olamiz. Ertaroq kelganim bilan o'sildi. Assalomu alaykum. Qanchada keldingiz? 20 minut atrofida. Hali qiyin bo'lmadi metro orqali? Kutish qiyin bo'ldi. Nu, eng qizig'i aytaymi? Haqiqatan ham uklon orqali 70% chegirma bor ekan. Sizlar ham hoziroq ilovani yuklab olinglar. Tabriklayman. Yutqizdingiz. Nega?